Bu qitim Luchavshanga yomon bo'ldi. Uni o'ltirib yetamu. Birdim deb bo'lmaydi. Maxfiy ishlar idorasining ishga qoidasini aytchang. Bo'libmi bundoq o'yning g'imi bilan xalqning g'imini taniydigan odamga nisbatan. Liyamu bakiylik erkan. Uningda nazar aylang. Kim? Men. Lu xonim ekan. Yenge, Sizchen çatak chiqqanini bildim. Lolo telefon berib men qaytamaydigan bo'ldim. Yuzi chiqdi izdan degan edi. Uningga bir yordam qiling. yenge jiddiylashmay oldirmaydan. Liya uningga qiltaq quribdi. Sizchen, siz uningga yordam qilmasangiz, yana sizmi bor? Sizning boshliqdan xonimiga gapingiz o'tdi. Sizmi bir yordam qiling, shafqatingizni unutmang. Unda qilmang yenge, unda qilmang. O'rningizda turing. Yo'q, xonim, o'rningizdan turing, ha? Men amal qilay, ha? Bo'ladi. Bo'ldi, ochiqlanmang, bo'lmasa salomatligingizga ta'sir etadi. Mening qarshimcha boshliq. Luchavshanda yuz bergan masalani maxfiy ishlar idorasi sadoqatsizlik qilgan deyishkil bo'ladi. Ammo u firqa davlatga yanil sodiq. Chunki u xabarni kompartiyaga oshkorlamoqda. Garnizon shtabidagilar diqqat qilmay xabarni oshkorlab qo'yib, dushmanni qochirib qo'ygan bo'lsa, bu ularning ichki qismida ishpiyon borligini bildirdi. Luchavshan bevosita javobgar emas. Bu shaxsiy arzuni qondirish uchun firqa davlatning manfaatini qurbon qilib shaxsiy o'shog'inlik bo'ladi. Shanxay bilan shimoldagi birinchi nomerni tutamay, biz haqiqatan bir xizmat ko'rsatishning intayin yaxshi fursatini qo'ldan berib qo'ydik. Biroq bu ishni davron qilishga hargiz bo'lmaydi. Bo'libmi boshqa o'lkadagi punktlarga bildirmaslik kerak. Yuanpeylinning ishini Luchavshan buzdimikin deb gumon qilaman. Bu ishlar o'tib ketgan bo'lsin endi. Eng yaxshisi maxfiy hujjat orqali bosh shtabga yo'llab, Luchavshanni bir taraf qilishni Jangjiminga ishtirib beraylik. Ularning munosabati yaxshi bo'lgandan shu bir taraf qilsin. Siz bir taraf qilsangiz, Jang idora boshlig'i qanday o'ylaydi, kim biladi? Vaqti kelganda sizga kichikina taqoq sep qo'ysa qanday qilasiz? Jiningiz qiynalib ketadi. Mushu achchig'imda uni mushadli o'ltirib atsam, Jangjimin meni nima qila oladi? Achchig'ingizga hay bering. Mushada o'ltirish uchun bosh shtabga yo'llash kerak. Bundan keyin Tianjin punktida yuqori bilan zidlashib qolmaydi degil bo'lmaydi. Muallim, usunni ko'zlagan tuzuk. Sizning o'yingizchi? Nanjingga topshirib beraylik. Shular bir taraf qilsin. Faqat dadingiz chiqmasa, dokladda ahvolni ig'irroq qilib yozsangiz bo'ldi emasmi? Ma'qul kompartiyaga ahli bo'ldi. Luchavshan ishga majra to'g'dirdi. Bu bo'pti. Luchavshan firqa davlatdan o'zini judo qildi. Endi siz muavin punkt boshlig'i bo'lasiz. Muvaffaq bo'lmasmikan? Yana atraf boshlig'i bilan maslahatlashib ber. Liya bilan maslahatlashib nima qilaman? Muavin punkt boshlig'i siz bo'lasiz. Parvish qilganingizga rahmat, muallim. He. Bugun men boshliqning xonim bilan chipo tikkizgil borgan edim. U punkt boshlig'ining ishligisi yo'q, ketishni o'ylayotdi deydi. Ketishni? Ne ketdi ekan? Voytang. U xalqning uyini oqtirishidan asraydi ekan. Ularning uyida qimmat bog'liq narsalar bakchiq o'xshaydi. Xiyonat qilib to'yg'an ekan, quyrug'ini tikib o'taydiganda shu hammasi shundoq. U ketib qolsa, siz punkt boshlig'i bo'lamsiz. Yo'q. Punkt boshlig'i odati Shojang bo'ladi. Yuqorida yo'lanchiga bo'lish kerak. Shojang degan cho'ng mansab emas-ku. Bugun men oila tavobatlar jamiyatiga borsam, u yerga burmuncha Shojanglarning xonimlari beribdi. Bu yerga nimaga bordingiz? Qalayim qayoqqa? Tansugan kelib bordim. Ular birga boraylik deb turib olibdi. O'rganingizmi? O'rganamadim. Bak taskan. Putlarim tilib, sho'yindekli bo'lib qoldi. Faqat o'rganamadim. Hey, siz bilamsiz? Bilaman. Bilamsiz? Voy. Bolduroq demay. Qo'ping. Nima qilasiz? Menga o'gitib qo'ymamsiz. Qo'ping. Menga o'gitib qo'ying, qo'ping. Musiqa bo'lmasa bu yerda. Kerak yo'q. Ko'zib qo'ysangiz bo'ladi. Chapsam turing. Qo'ping.
Qo'limni mo'ringizga qo'yman-ku. Ha. Menga. Ay, bo'lmadi. Bu mundaq. Harakatingiz yengil bo'lsin. Ay, qo'lingizda moya qo'ysiz, yeniklar. Belingizni tuz tuting. Boshlaylik. 1 2 1 2 Sol putingizni tez yotgan. Ma'qul, ma'qul. Sol, o'ng, sol. Menga Nega boramiz? Nanjingga. Beshingizni nimaga chayqaysiz? Boshqalarga ziyon silab, o'zimni foydalanmadim. Sizdan eshib tushib, mening o'rnimga chiqdi. Tushunmaydigan nimasi bor? Hamoqatlik qildingiz, Lavlo. Men yana qaytib kelaman. Jungo shuncha kang tursa, bu yerga qaytib nima ish qilasiz? Yangam vokzalda saqlab o'tadi. Mashina ishga oldida. Yodini hazar aylang. Punkt boshlig'im ishonchsiz. O'zingizni asrang. Aman inson qaytib olganim uchun sizga rahmat aytaman. Hay. Mushunaqla ketib qolganingizga ko'nglim yerim bo'lib o'tadi. Siz menga chiqishlarni o'rgatgandingiz. Biz degan do'st. Xayr xo'sh. O'zingmen komandir, bugun kommunistlarning ko'ni o'zi YNNni sharaf bilan ishg'ol qildi. Kompartiya banditlari kashning tushib kelishiga qaramay, taraf-tarafga Zo'jam, anlagan? Davlat armiyasi Pol komandir YNNni ishg'ol qildi. Jasorat bilan qoldiq dushmanni Rasman. izlamoqda. Bu davlat armiyasining bir qitimliq zo'r g'alabasi. U komandirning 230 ming kishilik qo'shini Meningcha urush qilishdan hojat qolmabdi. Urush hozirla oxirlashadi ekan. Uyanjan 3 oy. 3 oyda masala hal bo'ladi debdi. Bak yaxshi bo'pti. 3 oydan keyin jahon tinchig'idek. Meningcha bugun tabriklashga arziydi. Birinchidan, YNN qaytarib olindi. Ikkinchidan, Ziching Jungshao Maan punkt boshliqligiga o'stirildi. Yuymoan boshliq. Muborak bo'lsin. Bundan keyin ko'proq g'amxo'rlik qilasiz. Jafo mushaqqatda tang bo'lamiz. Rahmat boshliq. Yumuan boshliq. Yuzoching
Yana qo'ldan ketgan xabarni anglabla put-qo'llari yumshab, badani yengillab ketgandek bo'lib qoldi. U bundan keyin qanday xizmat qilishni bilmaydi. Yana qo'ldan ketgandan keyin u yerda urush strategiyalarini planlayotgan kishilarning nima holda ekanligi, qayerda ekanligini, ati radioda yana qanday qo'rqinchli xabarlarning anglatiladiganligini bilmaydi. Ko'nglidagi bu tuman uni bo'riqtirma qilib qo'yay degan edi. Bugun kelmasangiz bo'ladi. Bilman. Biroq ko'nglim bak parakanda. Yani anne qo'ldan berib qo'ymadik. Balki uningdan voz kechdik. Butkul markaz qilchi ziyon zahmatga uchirmadi. Bizning ko'rishimiz yanala davomlashyotdi. Faqat shu texmi shafqatsiz bo'lishi mumkin. Shafqatsiz bo'lishidan qo'rqmayman. Qo'rqadigan Mag'lub bo'lishdan qo'rqsiz. Men yana anda yarim yil turgan. U yerga cho'nqur muhabbatim bor. U yerda bir xil ruh, bir xil umidvor elish ro'yi bor. Qarab turing. Qo'zondan eng oxiri yana anda beshini yeydi. Hargiz umidsizlanmang. Urushning turi xilma-xil bo'ladi. Ba'zi g'alaba chekinish deyildi. Ba'zi mag'lubiyat ishg'ol qilish deyildi. Men damalliqqa gangrab qopdiman. Hozir o'ngshaldim. Demadimmi? Ishkimizda yanala siz menga rahbar bo'lsangiz muvofiq bo'ladi. Necha qiz gaplarni ro'yimni urg'itib etdingiz. Ha, yana bir ish. Men hozir muavin punkt boshlig'i bo'ldim. Yaxshi-ku. Tabriklashga arziydi. Yenge. Ha? Bu men yozgan she'r. Siz yozgan? Gazetkimi? Qayerda? Ha? Mayada. Singlim. Qaltiskansiz juma. Hop tursiz qo'y amsa. Bugun atdigan. Men uning somkasida bir tapancha ko'rib qoldim. Qaysi tiplik ekan? Mendan bilay. Siz bilamsiz? Men qandoq bilay? Demakchi bo'g'inim rost tapanchimikan, yolg'onmikan? Ras. U maxfiy xizmat qiladigan tursa, tapanchisi bo'lsa bo'lmamdi. Akingizmi uyga u bir nimani beqiniga qistirib kelgan. Tapanchadan boshqa yana ishqital teatr bileti turdi. Qanday xotinlar bilan qo'ltiqlashib yuraydi-ki u? Boshqa ayollar bilan aralashamdi ekan. Shundaqroq o'xshaydi. Atdeganda men uning keynidan marab chiqdim. U tijoratga boraman degan edi. Natijada do'xmishdan o'tib bir rikshaga chiqdi. Asta singlim, maramisangiz bo'pti ekan. Biror ishni ko'rib qolsangiz ko'nglingiz yerim bo'ldi emasmi? Ko'zdan yiroq, ko'ngildan yiroq debdi ekan. Bo'ldi. Ishingizni pishirmang, men o'qib bering. Hasrat yeshidan yo'l bo'ldi qanot. Qadimi yeziq dedi meni bakkona. Tushdi bir tomchi qon nozik yotamga. Dedi kullikmi yo'qdir lirika. Asta. Deganlaringizni ozroqmi tushunmadim. Hasrat shu. Hasrat deganingiz nima u? Men o'xshashlar. Ben çoğun bakan o. Keldingizmi? Ha. Bir kun ishlab, erib ketgansiz.
Ha. Çayını demlep koygan. Açıqıp berey. Onunğa yana nima dedingiz? U boshqachalar bo'lib qopdi-ku. Hech nima. Hasrat shu. Men chiqay. Nimandaq tursiz? O'ltirib birdim aram elvilang, ha? Qiziq. Nim bo'lingiz? Badallarim tikallashib ketdi. Bir obdan turatdingiz-ku. Nima qiptiman? Bir kun ishlab yerib ketgansiz, choyni damlab qo'ygan achiqib beray deb kimdan o'rgandingiz buni? Yo'q gapni qilmang, ha? Men shundaq dedim-mi? Dedingiz-ku. Heliq kichik alvasti mening beshimni aylantirib yetibdi. Qarang. U menga buni o'qib berganda, men xudimni yo'qotib qo'yibdiman. Hasrat. Uqdingizmi? Yani anne düşmanlar ishg'ol qilyapti. Ha? Жаңы Юанжан ва Гомин hökuməti YNN'ni işğal qılğan qəhrəman qoşununu təqdirləş buyruğu çıxardı. Жаңы Юанжан dövlət armiyasındakı ofitser əsgərlər Biz qo'limizga qurol ilib jangga qatnashaylik. Bu yerda lo'mlam karvatda bekor oshnani yeb yotganning nima foydasi? Gapingiz xato Süpi. Kompartiya banditlari Hozir biz toza kerak bo'ladigan chog'. Oralli 3 oy qolgan tursa. Kompartiya banditlari taraf-tarafga pitirab dövlət armiyasi Ba'zi g'alaba chekinish deyiladi. Ba'zi mag'lubiyat ishg'ol qilish deyiladi. Ularning ko'zini yumib poyitishi quloq solmang. Singlim andetdi. U qandoq bo'lgandi? Yuqori bizga davomli suqinib, oxirgi qalbini kutinglar deb yo'l yo'riq beribdi. Lavshan, sizga qanday axborot kerak? Sizda qanday bor? 8-armiya ismini Jungo Xalq Ozodlik armiyasi deb o'zgartdi. Yangi shtab qurilmasi va nomerining hammasi menda bor. Xuzongdan bir tuanidan ayrildi. 11-luyning Luyjangi asirga tushdi. Bulardan markazning tex xabari yo'q. Yanichi. Jo Fuxay o'lim jazosidan kechirim qilindi. Qo'ying undaq axborotlaringizni. Bu o'lim jazosini kechirim qilishning ishki ko'rinishi bor. Yang Shuxi heliqi 1500 sar oltinni kimga so'ngitdi, buni bilamsiz. Mening bilgim yo'q. Men dollar zoyimning qachon tarqitilganligiga qiziqaman. Buni tushunaman. Atili sizga xabarni berman. Mening bir do'stim aksiya komitetida ishlaydi. Pulga yarg'idek yana qandaq bir nima bor? Yan ishg'ol qilinib ketgan tursa, yana pulga yarg'idek nima bo'ladi? Andimi xoin boda. U davlat armiyasini boshlab berib, ansaydan qimmatli narsalarni qesib chiqaribdi. Qandaq narsalar ekan u? Kommunistlar qochdiganda elib mengishga ulgurmagan hujjatlarning hammasini shu yerga ko'mib qo'yibdi ekan. Ha. Kiram. Ha. Qandaq? Bu yerim bo'lamdi ekan, ha? Buningga amroq ekansizda. Amroq. Yana bir necha yil axborot ilib setib, pulni toz tepib olgan ekan, nayzi qilich zavodining birini quraman. Hay, buning hammasi yan'anningmi? Yo'q. Nada unchula ko'p bo'lsin. Bularning hammasining vaqti o'tib ketgan. Mavla askariy yarashtirish davridan qolib qolgan. Bu Amerikaning, Kompartiyaning, yana Rossiyaning. Qani o'tiring. Baldırlı bahasıga chiqqandilar qo'ldan chiqarib etsam bo'pti ekan. Endi bozor kasat bo'lib qoldi. Bir tiyingim arzimaydi. Bu yana anning.
Hozircha bu tijoratni qilishga yo'l qolmadi. Dangtong idorasi bilan maxfiy ishlar idorasining yuqori qatlamidagilar qo'l tiqqandan keyin ular eng imtiyozli bo'lib boyib ketdi. Burun biz saxta axborot to'qib jamba qatdiq. Hozir ularning axborotida saxtalik yo'q. Uchur setib olishda yanada kompartiya pulga chidaydi ekan. Shu emasmi? Bu Tianjin bilan munosabatli ekan. Men oldim. Nimani og'ingiz kes ilavering. Eshikni oldiga kelgandan keyin kirang. Ishkingiz gipi bor. Kirang. Ishkingizli gipi bor ekan. Qandaq kepi bor ekan? Uning bilan nimani parangishyapti? Mana ip keldim. Voy. Yo'qani. Vancho sizni menga kepi bor ekan deydi-ku. Ha, bunda qish edi. Bugun kechda siz tamoq atmang. Sizlarning apandim kelsa, bizning uyda tamoq yanglar. Bu yaxshi gap bo'ldi. Nimani yeymiz? Uyda aran yerim o'tirmashli tursa. Voy, buningdan g'am qilmang. Elman birsiga samovar akeldirman. Samovar sho'rpisi ichayli. Mo'ng'ul chitamda. Tag'am bachaqdi-ku, pat-pat ichib turatdiq. Hozir samovar sho'rpisi issa yet bo'lgandek to'yildigan bo'lib qoldi. Qo'y go'shti sho'rpisimi? Qo'y go'shtida yanada mantiq piyesi o'xshaydi. Yo'qanim, Tianjinga qachon kelgan edingiz? Ha? G'alba qilg'ayli. Qanchin joyda? Bug'doy teriydigan chaq qanchin joyda? 9-joyga deyman. Buni so'rab nima qilsiz? Mundaqla so'rab qo'ydim. Uyda yana bir tuqqan qarindoshlarimiz bormi? Nima qilsiz? Ularga yetliq beray demsiz? Men tepib baqaymi? Tetiqsiz. Tepinga. Sizning oz deganda bir singlingiz bor. Qo'riq gap. Yo'q. Bor. Sizning ismingiz Suyping, singlingizning ismi Chuping. Siz Tianjinga kelgandan keyin singlingiz bilan ko'rishamidingiz? Ikki oy so'zlab o'tamsiz? Voy, uy apandi keldi. Siz chiqing. Rasm sizib qo'ygan. U bu yerga kirdi. Loya, kiring. Qarang, shi apandi bizni nima sho'rpisi? Samovar sho'rpisi. Ha, Shundaqmi? Shi apandi pul topgan o'xshamamdi. Dangtong idorasidan pul taqibdimi ya? Daqiqa. Sizdan yo'shirmayman. Bugun sizni chaqirishda siz bilan cho'nqurroq tushunish hosil qilish niyatim bor shu. bu kunjut qiyomi. Bekmezlikka. Suypeng. Ben jo'shqinlar azroq ulgurib bizning uyga chiqib yanglar. Ma'qul. Yu efendi. Hazır eyle. Agar siz mening kommunist ekanligimni bilib qolsangiz, qanday qilardingiz? Tutatdim. Ahmoq ekansiz. Ahmoq bo'lsam qanday qilardim? Qoldirib qo'ysiz. Men degan kommunist.
siz maxfiy ishlar idorasining. Ikkimiz savdo qilsak bo'ladi emasmi? Agar bizning boshliq bilib qoladigan bo'lsa, kallam ilinadi. Oddiy bo'lib qoldi. U bilib qolsa, unimi tatib akiramiz. Hammamiz tanglab olmoqdik. Unda qilolmayman. Aksicha, siz kommunist bo'lsangiz, xonimingizmi shunday bo'lsa, men uni fosh qilmayman. Davomlashtiring. Amaliyotda ayolingiz ikkinglar shunday. Efendi, siz pulning dardida ilishib qolay debsiz. Men bundoq chaqchaqimman. Meni o'tqitqay demsiz. Sizga bir narsani beray, ko'rib yiqing. Mening partiyaga kirish iltimosim emasdi. Undaq iqtidor menda nemish qilsin? Bu degan yan andiki xoin Xanjiin odam boshlab berib, Shimoliy Shanshidan qezib chiqargan narsalar. Hammasi mutlaq maxfiy. Uningda Yuzaching degan ism bormi ekan? Chen Chuping haqida uqtirish. Yo'ldosh Chen Chupingni jiddiy yo'tkashdagi vazifa mundaq. U darhol Tianjinga berib, Ömey cho'qqisi bilan er-xotinlik nomida xizmat qilib, uning yoshirin vazifa ijro qilishini himoya qiladi. 9-oyning 28-kunidan burun sho'ba idorining ijtimoiy boshqarmasiga o'zini ma'lum qilsin. Mutlaq maxfiy. Yana bormi? Bor. Yana bir e'lon bor. E'lon. Chegara mudofaa 6-bo'limidagi yo'ldosh Chen Chuping Mingoning 24-yili 9-oyning 26-kuni Shimoliy sho'ba atratga vazifa o'tashga berish yo'lida baxtga qarshi 25 yoshda qurbon bo'ldi. Yo'ldosh Chen Chupingning motam murosimi 10-oyning 3-kuni tushdan burun soat 8da Wangfanling kentining kent uyushmasida o'tkaziladi. Uqtirish topshirib olgan yachakilarning murosimiga odam avatishni umid qilamiz. Yana bormi? Ha, bor. Yana birsini Wangfanling kentidagi puhra Gu Yunyu og'zaki bayon qilgan. Yo'ldosh Chen Chupingning qurbon bo'lish jarayoni. Bu bek o'zinkan. Bo'ldilar, o'qimay, ha. Bu Gu Yunyuchi Chen Pingning etini yetilab mangan ekan. Uning deyishicha Chen Chuping kelish yo'lida yomg'ir yig'ib, yo'l teyilg'oq bo'lib ketgachga ot bilan billa hongdan tushib ketib o'libdi. Yana bormi? Tugadi? Uning men bilan nima munosabati? Bu Chen Chupingning ismi sizlarning Suyping bilan bir xat farq qiladi ekan. Yana kelib u o'lib ketib, 3-kunida sizning xonamingiz Tianjinga yetib ketdi. Ondan keyin men bilan yolg'ondan er-xotin bo'lib birga o'tibdi. Chen Chuping sizning xonimingizning singlisi. U to'satdan o'lib ketgandan keyin rahbarlikning darhol sizga bir xonim saplab berishi zarur bo'lgan. Vaqt qisqab qolgan bo'lishi yoki birsi sizlarning so'rtinglarni ko'rib qolg'ashqa shuningga o'xshaydigan odam avatish zarur bo'lgan bo'lishi mumkin. Shunga uning ojisini uning o'rniga avatgan. Ömey cho'qqisi degan siz. Vaqt, o'rin intayin mos keladi. Elimi axborot javob qilganimiz. Ömey cho'qqisining allaqachon tepilganligidan xabaringiz yo'qmi? Kimga? U haqiqatan maxfiy ishlar idorasida ekan. Tutildimi? Bultur, Pushan ko'chasidagi qurolliq voqea jahonga pur ketgan tursa, siz rost bilmamsiz yoki xubsanlik qilyapsiz? Men bilma. Kommunistlarning ishga to'qinishi. U ayol eliq ayol vakil emasmi? U arayliqi Ömey cho'qqisi emasmi? Punktimizdagi harakat atritining boshlig'i Makoy. Bilmamsiz? Uning qavrisi hiliqi nima deydi? Ular qurbonlar qabristonligi deydi ekan. Bizdan odam berib suratga tortib akeldi. Qabrisining oldi gulga to'shib ketibdi. U chog'da men Vanchuning yurtiga to'y qilib ketgandi. Undaqda Makoyning xotinichi Shanxayga qaytib ketgan. Agar siz degandek rostli yuqoridan avatgan bo'lsa, meningcha u allaqachon g'oyib bo'lib ketdi. Loshi, qandaqsiga meni o'ylab qoldingiz?
Bu gumoning'iz meni bak qo'rqitib o'tdi. Maxfiy ishlar idorasi nihoyatda zil o'rin. Agar rostla shundoq o'ylagan bo'lsangiz, men hozirla chiqib, ikkimizning to'y xitini akirib sizga ko'stay. Vaqt, surat, markabiji, yana hokimning tamog'isinmi? Yu apandi, bo'ldi, chechilma. Chechilmay turalim nima? Siz degan Dangtung idorasining odami bu gapning qanchalik xavfsiz ekanligini bilishingiz kerak. Bugun qo'm mangli dedingiz. Agar boshlig'ingizga desangiz, o'zimni oqlashga fursat bermay, Nanjangga olib so'lab qo'ydi. Maxfiy ishlar idorasi bilan sizlarning munosabatingiz sizga intayin ayon, o't bilan suvdek chiqisholmaydi. Men ming bir jafoda bugünkidek kunga erishdim. Menga osonmi? Siz ashu necha varaq talpatish axborotlaringiz bilan umrimni butunlay nobud qilib yutaydimsiz. Birinchidan, bu muhim axborotni hech kim yuqoriga ma'lum qilmaydi. Ikkinchidan, siz kommunist bo'lsangiz, men nihoyat xush bo'laman. Uchinchidanchi, Bo'ldi. Men bu yerda berishga 3-4 deb sanab bermang. Men kommunist emas. Ha, sizmi xush bo'lib ketmang. Kommunist bo'lgangiz bo'lsa o'zingiz bo'ling. bo'p qasamg'o, menga yoqdek yoqatdi. Hozir Kompartiyaning axborotining bahasi qanchaga chiqdi, bilamsiz? Ha? Bultur yil oxirida Suyuning qo'shini Suchanga ushtum tutib hujum qilganda, ushtum tutib hujum dang. Dastlabki 4 kunlik axborotning bahasi lappida o'rlab ketdi. Oxiri so'di pishqanda ora mavi sanga tushib qoldi. Amisa Dayjichining shisi nim bo'lib yo'qoldi. Bu ochiqli turmamdi. Ha? Axborotni kommunistlar setib olib, xabarni qamal qilgan. Bir shiydan, oran 2 tal cho'ki oltinga. Ular so'dig'i nima degan usta? Yo'q. Bu ahvolni yuqoriga ma'lum qilish kerak. Bundoq savdo partiyaga davlat ziyon soladi. Mushundaqmi ish bo'lamdi? Mening taklifim, siz bu ishga aralashmang. Hozir buning ichida Nanjangning, Wuhanning odamlari bor. Siz ularning boylik yo'lini to'sib qo'ysangiz, ular sizning hayotlik yo'lingizni to'sadi. Ha. Sizga pul uchun meni kommunist xonimimni andin avatilgan demsiz? Sizlarni shundoqkan demadim. Men sizlarning shundoq bo'lib qolishinglarni pek orzu qilaman. Agar sizlar kommunist bo'lib qolsanglar, men ota-bobomga bosh urgandek har kuni sizlarga bosh uratdi. Kallasi joyida emas odam bu gapni sirqi deb qo'yadi. Bo'ldi. Loshi. Biz endi oz uchrashaylik. Ikkimizdan tutgan yo'l bir emas ekan. Yana o'ylashib beqing. Men bu Dangtung idorasining maxfiyatligini sizga deb beraman. Qo'y go'shingizga rahmat. Men chiqib ketay. Urug'ini elvog'idek kalva bir nimikin ha bu. Sog'lig'ingiz qandoqdi? Singlim? Ha. Singlimning chiroyi menga bak o'xshaydi. Ras, bak o'xshaydi. Biroq mendan chiroyliqdi. U o'qigan, madaniyatlik. Nayt ilg'ardi. Hozir anda. An qo'ldan ketdi. U nalada yuridi ekan. Uni seg'indingizmi? Seg'indim. Seg'inmam degan. U bak bilimlikdi. Fursat bo'lsa uni ko'rsangiz yaxshi bo'ladi. Haras u Zo'langa bak o'xshaydi. Qirqimchach. Gapni chaqmoqda qiladi. Texi adabiy atalg'ularni qo'shib so'zlaydi. Siz meni yaxshi ko'rmagingiz bilan uni yaxshi ko'rib qilishingiz mumkin. Kim meni sizni yaxshi ko'rmaydi deydi? Men dutma. Suyping singlisining qurban bo'lganidan hozirgacha bexabar edi. Yuzaching Suypingning iftixor bilan qilgan so'zlarini anglab, yuragi o'rtinib ketdi. U Suypingga yuz kelanmaydiganligini his qildi. Nemishqa yuz kelanmaydi? Buningga o'zimi javob berolmaydi. Bundaq sharoitda yashash Suypingga uningdanmi qiyin keladi. Zolan uningga bir e'tiqod ato qilgan edi. Ammo bu e'tiqodning qudratini Suypingdan qabul qildi.
Nega jabdundingiz? Güllikroq og'ili. Gullikroq olsangiz Vanchoni billa elib oling. U raxilashqi sizdan usta. Ha rost, u degan shahar xinimi tursa. Sizsa, he? Uni bir demang. Agar rasli Vanchoni kichik xotinlik olgan bo'lsam, ishkanlarning kuni obdan o'tadi. Unutib qolmang. U degan kichik xotin, uni ilishdan burun oldi bilan meni olsangiz bo'ladi. Vancho. Ne, ketgandir. Tezroq bo'ling, tez bo'ling. Qarang. O'tganda men mingan itimni tutsam bo'ladi. Qayerda? Voy, singlim. Voy, Miyacha. Uzun bo'ldi, meni yo'qlab qo'ymadingiz. Ajab seg'indim sizni. Miyacha sizga tanishtirib qo'yay. Vancho, bu xonim. Bu bizning qo'shnimiz Vancho. Hay, Vancho. Nega borsiz? Nima bo'ldi? U xotinni men taniyman. Agar uning eri tag'amni qaqti so'qti qilmagan bo'lsa, tag'amni Yaponiyaga qochib ketmaydi. Men bugungidek yurak oldi bo'lib yurmaydim. Voy, sizmiz? Oyja. Yengam nima bo'ldingiz? Oyja, Nima bo'ldingiz? boyiq muzdek bir nimani yemasam bo'pti ekan. Qo'sog'ingiz og'rib ketdimi? Bahil uzatatib ketdim. Xalqning yuziga qanday qarayman? Doktor deganmi er kishi bo'lamdi? Doktorning er ayollari o'xshash. Nemisi o'xshash? Meni qip yalang'och qavatdi. Ayollar kesili degan qanday kesal u? Bo'ldi, qaytaylik. Men azroq suv ichib elim.
Farzandlik bo'lsangiz, bundaq kasal cho'qim saqayib ketadi. Farzandlik bo'lamayman. Nima ishqa?